Selam dostlar, sizlar bilan Ibrahim Gamer. Bugün bize o'rtog'imiz anaqa joy quribdi. Biza ikkita qurol sotib oldik. Mana $5000 ya'ni $9000. Mana o'rtog'im o'zi menga birinchi qurishga yordam berganiga sotib berdi. Bitta to'pponcha. Yana bitta ham o'rtog'imga tekinga berdim. Chunki men o'rtog'im shuning uchun berganim uchun ham berdi mana. Endi mana $9000. Mana bu avtomat pulni va bir stak o'q, ya'ni 16 ta patronni menga podarka qilib berdi. Qaranglar. Mana sakarada hali otmayman sababi o'qlanmagan lekin mana uni boya o'qladi. Shuning uchun bitta o'qi ketgan bitta. Xo'sh, ikkalasiga podrobni mana asalga ustasga ne tashlab ketdi bu? To'q qisqarmas. Turibdi hali. Ustoz qarang, zo'r to'pponcha sotib oldim. Yaxshi bo'pti. Endi qani berchi, bir ishlab ko'ray. Vau, to'pponchang zo'r ekan. Oh, ustoz, to'pponcham zo'r bo'lsa buchi. Oh, qani ko'rapmi? Ana bitta da animatsiya bilan turaychi. Ana hoppa. Yo'qolmas. Xo'sh, mana masha animatsiyam zo'r. Bular salpal. Lekin zo'r sotmagan yaxshi. Himoyada turiblar, faqat himoyachi bo'lib borsak bo'lar. Qo'shasizlar, bu 3 qism ishchi bosh. Bir xo'jayinim, dushmanlarim bor degandek qilibdi. Hozir mashinani matiga solib qo'ygandim. Kalta qo'sh ekan. Oppa, olamiz. Rang ham solib qo'ydim. Oppa, ochib kalta ketdik. Bu kamas qadar. Chiroqlar har doimgidek yoqiq. Bu yerda svet o'chmaydi. Xo'jayin yo'q. Xo'jayin ketgan. Xat qoldi degan. Voy. Aytlatdi. Xo'jayin siylarni tashlab ketishib sandiqqa. Voy, qo'lim tegmadi. Bunisi ekspertizada. Telefonimni ham yo'qotib qo'ydim yana. Bir yo'qotib qo'ygandim. Voy. Militsiyaga telefon qilardim, ammo azizlar, qayta takrorlashga harakat qilib ko'raman. Azizlar, qarochi menga Minecraft bug berdi. Endi qaytib ishchi qismlari chiqmasligi ham mumkin. Anchadan keyin chiqarishga harakat qilaman albatta. Azizlar, mayli, shu joygacha ko'rganlar uchun rahmat. Agar yana keyingi qismlar chiqishi istinglar, like bosinglar. Minecraft portlab ketsa, menga ishlab ketsa. Mazza qilib portlatib ishlab ketsa. Qotmaydigan, qaytib qilib qolmaydigan bo'ldi. Azizlar, avvalambor video olgandim, esinglarda bo'lsa. Qaroqchi
Uni ikkita qismigacha chiqqan edi. Keyin bo'lsa Minecraft shunga o'xshab bug berib yuborgandi. Keyin chiqmagandi qo'yog'i. Yana video chiqarishga harakat qilaman albatta. Bu qismida keyin yana video chiqazaman albatta, agar chiqmasa ham chiqmaydi deb albatta bu haqda aytaman. Xayr eslar. Sog' omon. Albatta.